Hürmetli vatandaşlarım, bugün leksiyamızla başlayımız. New York Vaqt gazeti Amerika Lingvenchingni Xitoyga o'tkazib berishni rad qildi. Jungo Amerika munosabatiga yana bir o'zgarish qo'shildi. Mavzuli xabar 8-oyning 4-kuni Buyuk Irator betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari amaldori mundaq ko'rsatdi. Jungo Kompartiyasi Amerikada siyosiy panohlik tilash ehtimolligi bo'lgan Lingvenchingni Jungoga o'tkazib berishni qayta talab qildi, lekin hozirgacha Prezident Obama hukumati bunday talabga javob qaytarmadi. Chet elda matbuotlar tahlil qilib, 9-oyda Jungoning raisi Xi Jinping Amerika Qo'shma Shtatlarini ziyorat qiladigan mushundaq bir paytda Lingvenchingning delosi Amerika Jungo ikki davlat munosabatini texmo jiddiylashtirib etishi mumkin deyishdi. New York Vaqt gazeti xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Lingvenchingning delosini biladigan Amerika amaldorlari agar Lingvenching Amerikada siyosiy panohlik tilaydigan bo'lsa, undaqda uning siyosiy panohlik tilashi Jungo Kompartiyasining tarixida buzish xarakterlik chet elga qochquchining birisi bo'lib qoladi. Lekin Amerika amaldorlari Lingvenchingning siyosiy panohlik tilashiga iltimos yozmaganligini oshkorlashni rad qildi. Musofirlarga panohlik berish ishlarini bartaraf qilguvchi Amerika davlat bexatarligi ministrligi bu to'g'rida har qanday xususiy sirlarni oshkorlashni rad qildi. Bir necha oydan beri Jungo Kompartiyasi Amerika hukumatidan Lingvenchingni o'tkazib berishni o'zsiz talab qildi. Lekin Prezident Obama hukumati hozirgacha hech qanday javob bermadi. New York Vaqt gazeti Lingvenchingni o'tkazib berishning sabablarini tahlil qilib, o'tkazib bermaslikning sabablarini tahlil qilib, Lingvenching Amerika uchun aytganda axborot bilan ta'minlashda natijasi zo'r bir kishi edi. Lingvenching Jungo Kompartiyasi o'tkazib berishni talab qilgan Amerikada o'ltiraqlashib qolgan bir necha nafar Jungo fuqarolarining birisi edi. New York Vaqt gazeti xabarida mundaq ko'rsatdi. Lingvenchingning delosi Jungo Kompartiyasining yuqori qatlami uchun aytganda qanchalik sezgur ekanligini yuqorilardan ko'rib olg'ili bo'ladi. Amerika Markaziy axborot idorasining tadqiqotchisi Christopher Johnson apandi mundaq ko'rsatdi. Lingvenching Jungo rahbarlariga kerak. O'xshashlar, ular Lingvenchingning qo'lidagi maxfiy materialni Amerikaga topshirib berishni cheklab qolmoqchi bo'layotdi. Yaqindan beri Amerika Jungo munosabati o'zsiz yomonlashyapti. Uning ustiga Jungo Janubiy dengizda devaylab kelyapti. Shunlash ikki davlat munosabati jiddiylashib ketdi. New York Vaqt gazeti oxirida mundaq hisobladi. Lingvenching delosi rais Xi Jinpingning 9-oyda Amerikani ziyorat qilishiga yangi mezmun qo'shishi mumkin. Lingvenchingning kim ekanligini tushuntirsak vatandoshim, Lingvenching Lingjihua degan markaziy komitetda ishxona mudiri bo'lgan, shundaqla markaziy birlik sap idorasining rahbari bo'lgan, ayni vaqtda Hojintao bilan birga ishlagan odamlarning birisi edi. Yaqinda u qo'lga olindi. Lingjihua qo'lga olingandan keyin uning ukasi Amerika qochib kelgan. Hozir Jungo Kompartiyasi hukumati uning ukasi Lingvenchingni qaytarib berishni, Jungoga o'tkazib berishni talab qilyapti. Bugungi maqolamizning mazmuni shuki, bugun Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati aloqador taraflar va organlar Lingvenchingni Jungoga qaytarib berishni rad qildi degan mazmundagi xabarni sizlarga anglatdik.